$69,900 ga 5 ta xona, 3 ta sanuzulli mana shu xonadonni sotib olgan bo'larmidinglar? Tayyor holatda videoni kuzatib turasizlar. Kelgan manzilni ham boshida aytaman, harakat legendarniy Imom Azam masjidining oldidan 500 metr oraliq masofa, yonida maktab, bog'cha, hammasi mujassam. Harakatni bilgan biladi, suv yetkazdan muammo yo'q. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Fasadlarga bitta e'tibor berasizlar. Mahallani ko'ryapsiz, juda ham keng holatda. Tepa qavatga bitta chiqdik, ko'rsangiz, kattagina hol, divanli zona qilish imkoniyati bor. Uni yonida kattagina zal, tashqariga qaragan romlarga e'tibor bering. Kattagina lustralar qo'yilgan, aboylardan chiqarilgan holatda. Tepada oshxonaga ham joy tashab ketilgan. Uni yonida ota-onalar yotoqxonasi bor. Tepa qavatimizda 2 ta sanuzul, 3 ta xona bo'ldi. Endi sizlar bilan podval hisobi yashash imkoniyatini beradigan xona qilib qo'yganlar. Bitta katta xona, yonida sanuzul, yonida bitta xonani ko'rsangiz bo'ladi. Harakat bo'ldi, 5 ta xona bo'ldi, 3 ta sanuzul bo'ldi, $69,900. Kelishadigan joylar bor. Endi sizni domingizni sotib qo'ygan bo'lsangiz, $5-10,000 yetmayapti menga deydigan bo'lsangiz, egalar tarafdan o'sha $5-10,000 ni variant qilish imkoniyatini beradi. Raqamligisini qoldiraman, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Shunaqa arzon, chiroyli akasadan uylanib o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta like ko'rib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.